Barchaga assalomu alaykum. Yilning eng omadli ishchi odami tanlovimizga xush kelibsizlar. Demak, bu yilning eng omadli ishchi odami bu Elbek Zaripov. Voy, tabriklayman. Bizga omad kelsa chorasiz, dardini ichga yutib yurganlar, bunchalar ham ichi qorasiz, xatoyimni kutib turganlar. Shuncha azob ko'rganim ozmi, men so'qasam sizlarga yozma. Muchalingiz masxarabozmi, xatoyimni kutib turganlar. Har qadamda izimni poylab, qalbingizga hasadni joylab, bir kun emas haftalab, oylab, xatoyimni kutib turganlar. Nima gap? Ertaga kech ishlayapti. Hozir ham ofisda. Bu Elbek deganlari o'zini ko'rsatish yaxshi ko'rar ekanmi? Men unga ko'rsatib qo'yaman hali mendan o'zib ketish qanaqa bo'lishini. Bo'pti, sen boraver. Shayton qo'lin mahkam tutasiz, boralamni ichga yutasiz. Nasib qilsa uzoq kutasiz, xatoyimni kutib turganlar. Qani tezroq yiqilsa deysiz, hatto suv ham tiqilsa deysiz, azab bo'lib siqilsa deysiz, xatoyimni kutib turganlar. Kimligingiz bilinmas yuzdan, xato izlab biz yurgan izdan. Ikki dunyo do'st chiqmas sizdan, xatoyimni kutib turganlar. Alloh nasib qilib tursa bas, ustimizdan kulish sizga emas. Ortimdan nimalar demas, xatoyimni kutib turganlar. Bizga omad kelsa chorasiz, dardini ichga yutib yurganlar, bunchalar ham ichi qorasiz, xatoyimni kutib turganlar. Hurmatli hamkasblar, 5 daqiqa vaqtinglarni olaman. O'sha hammamiz bilgan yilning eng omadli ishchi odami haqida ajoyib bir ma'lumotlarni olib keldim. E'tiboringlarni monitorga qaratsanglar. Marhamat. Yo'q, borolmayman, ishlayapman. Uzr, keyinroq ko'rishamiz. Alloh nasib qilib tursa bas, ustimizdan kulish sizga emas. Ortimdan nimalar demas, xatoyimni kutib turganlar. Bizga omad kelsa chorasiz, dardini ichga yutib